Malika, singlim, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Tan joning sog' bo'lsin. Rahmat aka. Sen meni yagona singlimsan. Jigarimsan. Kuyov bilan qo'sha qaranglar. Endi mana bu o'rtada bo'lib o'tgan dilxiraliklar hammasi ortda qolgan bo'lsin. Bu yog'i faqat yaxshiliklar bo'lsin. Eng muhimi, yaxshi farzandlar bersin. Rahmat. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat kenayam. Malika, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Rahmat. Allohim ko'p farzandni nasib qilsin. Rahmat Nigina. Malika, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Alloh yaxshi farzandlar ato etsin. Senga ham rahmat. Rahmat. Oyi. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Siz dunyodagi eng yaxshi oyisiz. 100 yoshlarga kiring. Rahmat qizim. Bugun menga ko'p sovg'alar berishdi. Lekin ichida eng yaxshi sovg'a bugun meni birinchi marta oyi deb chaqirishdi. Rahmat qizim. Bu men uchun eng yaxshi sovg'a. Kechirasiz. Akmaljon, Labba. senda bir og'iz gapim bor. Mayli. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Sizlar ham yaxshi o'tiringlar, xo'pmi? Nima gapamma? To'g'ri, bugun hamma xursand. Balki hozir gapirishim noo'rindir. Lekin temirni qizig'ida bos deyishgan. Sen haqingda menchalik qayg'uradigan hech kim yo'q. Sen meni rahmatli akam bilan kenayimdan qolgan yolg'izgina yodgorimsan. Nima? Umringni shu tug'mas xotin bilan o'tkazmoqchimisan?